Assalomu alaykum, Musofir oilasini kuzatayotgan aziz opa-singillar, qandaysizlar, tuzimizlar, hammanglar yaxshimisizlar? Mana sizlar bilan aytganimdek sumalak qilamiz deyatgandim. Ashaqqa sumalakka ketyapmiz. Baxtimizga sumalak qiladigan kunlarimiz havo yaxshi bo'lib turdi. Jicha aynidi, ochildi, lekin yaxshi bo'ldi havo bizga. Shunaqa qilib sumalakka yo'l oldik. Men jicha kech qolib bordim, уже boshlashib yuborgan ekan. Shunaqa qilib mana sumalakni boshlab yubordik. Umrimda birinchi marta sumalak qilishim. Endi ko'rganmiz, yoshligimda kavlaganman-la. Qilib ko'rmaganman. Qanaqa qilib qilinadi bilmasdim. Shunaqa qilib qilishni ham o'rganib oldik, bilib oldik. Qanaqa qilib qiladi, nimalar qiladi, ishi rosa ham ko'p ekan. Bu ham bitta haligi nima deydi, kuch talab qilar ekan, mehnat talab qilar ekan. Shunaqa qilib cho'zmalar qildik. Ko'pchilik bilan o'zi bilinmaydi ham, do'ndirib bir ishmish ham qilib yuborganim yo'q. Endi haligi bu Sumalak degan kinoni haligi nimasi epizodida o'ynadim, bosh rolda. Boshqa haligi sumalak qilishni biladigan opalar bo'ldi. Men epizodda bo'ldim. Bunday qilib aytganda, shunaqa nima yuguryaptimga qarab turdim deb qo'yaman. Endi hali bilmaganimiz uchun ona qiling-da, shunaqa qilib turdik. Endi asosiy ish kavlash ekan, shu kavladik. Shunaqa qilib qildik. Birinchi mana shunaqa oq bo'lar ekan. Mana oqini ichida unaqa nimalari qoraga o'xshagan narsalar suzib yursa, o'libdi desam, yo'q, o'lgan emas, ashqasi qizaradi, sumalak bo'ladi deyishdi-da, ashtaqami deb gaplashgancha qildik. Bug'doylarni chiqarar ekan, uni sutini chiqarar ekan. Shunaqa qilib rosa ish ekan. Shunaqa qilib ishlarni qilib, abidga mana shunaqa dimlama qilib berishdi. Voy, bir shirin bo'pti. Hali dimlama yemayman men. Borib sizlar yeyinglar, men kavlab turaman deb hammaga aytib chiqib, o'zim borib dimlama yeb o'tirdim, ishonsanglar. Dimlama yemasdim, meni o'xshata olmasdim, qila olmasdim. Demak qilishni bilmayman ekanda, dimlamani anaqa qilib qilishar ekan deb o'tirib rosa yedim. Mazza qilib rosa zo'r bo'lgan ekan. Ko'pchilik bilan shunaqa yaxshi bo'lar ekanda. Shunaqa qilib dimlamalarni yeb, cho'zmalarni yeb, ishlarni qilaverdik. Mana shunaqa nimasiga kelganda mana shunaqa haligi nima deydi, esimdan chiqib qoldi. Mana shunaqasiga kelganda ozayganlar yopishishni boshlar ekan, qo'yilishni boshlar ekan. Shu paytda haligi ko'proq kavlash kerak ekan, unga kuch kerak ekan. Shunaqa qilib qilindi, yog'lar quyilib, keyin mana suvni ham quyib yubordik. Suv, uni bug'doyni chiqarib yana shuni suvni quydik. Shunaqa qilib bir yoqdan mana qilib cho'mishda kavlab turish kerak ekan, bir yoqdan kafkulda kavlab turish kerak ekan. Bu ham rosa ish ekan, bunday olib qaraganda. Shuning uchun ko'pchilik bilan qilishar ekanda. Haligi bitta ikkita odam qila olmaykanda buni. Shunaqa qilib ko'pchilik bo'lib, mazza qilib, gaplashib, hiring qilib mazza qilib qildik. Mana shunaqalar qilib ikkita qozonda qildik. Bitta qozonda haligi to'kilib ketmasin, tashib ketmasin deb ikkita qozonda qildik. Lekin to'kilmadi, tashimadi. Ikkita qozonda qilganimiz uchunchi havolar mana shunaqa bo'ldi. Bir qarasang ochilib ketdi, bir qarasang aynib jicha siyolib o'tib ketdi. Shu aytganimdek haligi nima deydi, приятный havo bo'ldi. Shunaqa qilib haligi o'tni oldida issiq bo'lsa, o'tni oldida isib ham ketasiz-da. Shuning uchun o'rtacha norm havo bo'ldi. Maza qildik, havolar ham yaxshi. Bu qaynayotgan, ozayotgan, suv quyarkan, qaynarkan, ozayotgan, suv quyarkan. Shunaqa ekan, mana shunaqa nimada qildik. Bitta o'sha qurug'imizdagi bitta qizni dachasida qildik. Mana shunaqa joyda, mana bu yog'i o'rmon, bir yog'i uy, yer uylar. Shunaqa yer uyda qildik. Uje bu mana kechqurungi ahvoli. Buningga yana bir res quydik shekilli, adashmasam suvchi, mana yana ozayib, sal qorayibdi. Kechga yaqin yana bir res quydik-da nima suvini. Shu paytda bo'lsa kerak, bu shu qorong'i turibdi-yu, shu paytda. Shunaqa qilib birpasda kecha ham kirib qoldi, o'zi ko'pchilik bilan ish qilsang, gaplashib, ish qilsang birpasda nima bo'lib qoladi, vaqt ham o'tib ketadi. Shunaqa qilib o'raganimiz suratga videoga olmabman, esimdan chiqib qolibdi. Shunaqa qilib mana tayyor bo'ldi sumalagimiz. Qaranglar, voy. Qanaqa chiqibdi.
chiqibdi. Voy baho beringlar, voy aytinglar, voy yozinglar, layk bosinglar, podpiska bo'linglar, kommentariy yozinglar. Tavba, yozmaysizlar ham. Aytinglar, baho beringlar, qaranglar. Endi maqtanish emas, o'zi haqiqatdan sveti ham chiroyli, mazasi ham zo'r bo'libdi. Men novvot qo'shamizmi deb o'yladim. Yo'q, qo'shmaymiz, o'zini shirasi chiqadi degdi. Yog'i chiqmasa kerak degandim ichimda. Yo'q, chiqar ekan. Haqiqatdan shirin bo'libdi. Mana bitta qozonimizni mana qilib ustidan yog'i chiqib qolgan ekan. Yog'ini qoshiqlab oldik. Bu yog'i haligi yo'taganga, tomoqqa yaxshi ekan u. Keyin qoshiqlab bankaga qo'ydik, 1 litr bankaga qo'yib, hammamiz jicha-jichadan bo'lishib oldik. Ashdan qilib mana ikkinchi qozonimizda birinchi qozonga quydik, ikkovini bitta qildikda. Mana qaranglar, rostdan hamda mana sveti ham chiroyli. Endi suyuq ko'rinishi mumkin, lekin suyuq emas. Yaxshi. Manaqada suyuq ko'ringani bilan hali turib qo'yilar ekan-ku. Asaqa bo'ldi, manaqa qilib mana endi bo'lishib olganimizdan keyin manaqa qozonni bo'shatganimizdan keyin mana qilib tagini yedik, mazza qildik. O'ja sumalakda anaqasi emasmanu. Lekin endi bu ham bitta haligi mavsumiy taom deydimi, nima ashaqada endi to'g'rimi? Bir paqirdan tegdi. Bo'lishib ham olib keldik. Mana shunaqa bo'ldi. Buni endi morozinikka quyib qo'ydim. Yegimiz kelganda olib yeymiz deb. Ana ko'rdinglar, baho beringlar, kommentariy yozinglar. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Yana qolgan videolarda ko'rishguncha xayr. Baho berish esdan chiqmasin sumalakka.